Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bugun o'sha Oltiariq tumani Yangarab qishlog'iga bir Mirjalol ukamizga 8 sotik issiqxonalariga Milan hamda Petro F1 navli urug'larimizni berganmiz. Endi xudo xolasa shu urug' navlarimiz bilan bir o'zini o'sha Mirjalol dehqonimiz o'zidan bir qator so'rab bilib olamiz. Shu minus plus tomonlarini o'zidan so'raymiz. Mirjalol, keling endi o'zingiz mana shu urug'larimiz haqida batafsil bir ma'lumot berasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dehqonchilikka baraka bersin. Zo'r bo'pti. Nima deysiz urug'larimiz haqida? Urug'lar yaxshi ekan. Yaxshimi? Ha. Bu tomon Milan, nari tepkisamiz Petro, ha? Necha marta uzdingiz? 6-inchisi uziladi. Xudo xolasa. Ertaga xudo xolasa 6-inchisi uziladi. Ha, malades. Zo'r. Nima deysiz endi mana o'sha o'zingiz misol uchun o'sha ancha yildan beri biz bilan misol uchun bizdan urug' olib o'zimizdan shu oziq-ovqat dorilar hamma yo'g'ini olib turib biz bilan ishlaysiz. Nima deysiz? O'tgan yil ham eshitishimcha bu Milanda ham ekkansiz, ha? O'zingiz. Yaxshi bo'lgan hammasi. Yaxshi bo'lgan, yana bir yil o'sha yaxshilik uchun yana o'zingiz shu Milanda sizga o'sha bir borganingizda men aytdimki, o yangi kelgan urug'imizdan bitta tepkisizga sinaganni eking deb o'sha Petro navli urug'imizni berganimizda mana o'zlari xursand bo'lib telefon qilishib, mana keling endi bir o'sha hosildorliklarni ko'rib bir qator video qilib qo'ying deb chaqirgandingiz, mana keldik. Hali yaxshimi axir dehqonchiliklarimiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Zo'r. Endi hurmatli dehqonlarimizga nima tavsiya berasiz mana shu Milan hamda o'sha Petro F1 navimizni? Yaxshi, ko'chatlar. Yaxshi. Hammasi. Endi haligi ko'pchilik aytadi-da, misol uchun haligi bular deydi o'sha ssenariy yozishib beradi, dehqonga shunaqa deysan deb aytadi. Men to'g'ri kelaman. Misol uchun kechagi Rainbow'ni chiqarganimda ham telefon qilsam, "Kelavering" degandim. Men uni ko'chat holatini qanaqaligini ham bilganim yo'q. Necha marta uzdingiz so'raganim ham, boshqa ham qilganim yo'q. O'zi kelib ko'rganimda o'zi chiqib akamiz, Abdurahim akamiz shunaqa deyishdi. Ko'pchilik kommentariyalarda bu 5-6 marta uzilganga o'xshamayapti deyishdi. U dehqonni o'zi-da, men misol uchun unga ssenariy yozib yo bunaqa deysan deb nima qilay. Bizda shu realniy bor narsani chiqaramiz. Men uyga borganligim ham o'sha Rainbow navli urug'imizni eng bo'lmagan holatini video qilib chiqardim. Hali xudo xolasa u Rainbow navli urug'larimizni boshqa yana bir video qilib chiqaramiz, boshqa dehqonlarimizni ham. Xudo xolasa hurmatli dehqonlarimiz o'zlari ko'rishadi shu urug'larimizni. Dehqonlarimizga nima tavsiya berasiz mana shu Milan hamda mana shu Petro F1 navlarimizni? Olib eksa o'zlari bir ekishursin. Ha, xudo xolasa. O'zlari. Bu Milan navimizni o'sha bodring hajmi 11-12 santimetrgacha cho'ziladi, bo'ladi. Petromiz esa 13-14 santimetrgacha o'sha massaga kelganda sal cho'zilib qoladi. Lekin Milanimiz 11-12 santimetr shu atrofida hosil beradi. Hosildorlik haqiqatda zo'r. Bu hali xudo xolasa bir joyga bir 60 sotiga shu Milan F1 navimizni berganmiz. Bir 10 kunlik kechki o'rtanga qilib ekishgan edi. Xudo xolasa uni ham video qilib o'sha xonadoniga borib, issiqxonalarga borib chiqaramiz o'sha dehqon akamizga. Ha, rahmat sizga dehqon aka, Mirjalol, shunchalik yetishtirib, mana hali xudo xolasa mana kasallik tushirmayapsiz, zo'r qarabsiz. Buni albatta natijasi o'sha bizdan o'zingiz borib dorilarni, misol uchun o'sha vitamin hamma narsani bizdan olganingiz uchun u ko'chatingiz mana xudo xolasa zo'r bo'libdi. Ko'z tegmasin. Dehqonchiliklarga Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa bundan keyin ham biz bilan hamkorlik qilaverasiz. O'sha biz o'zimizda sinab o'tgan amalda sinalgan urug'larni bemalol tavsiya qilamiz. Xudo xolasa ekaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha